Qadrli do'stlar, Farg'ona shahar Zakanalda 5 qavatli uyimizni birinchi qavatida 2 xonali uyimiz sotuvga chiqyapti. Hop, asosiy eshikdan kirganimizda chap qo'lda kattalar yotoqxonasi, oyoqdagi полностью parket, akvarom, batareykalar qo'yilgan, MDF eshik, oyoqdagi полностью laminat qilingan. Remontlari ham mana chiroyli holatda. Ko'rib turgan jihozlaring qoladi. Faqat mana shu tumbichka bilan, mana tumbichka ko'rpa to'shaklari bilan ketadi. Bu kullar ham chiqib ketar ekan. Qolgan narsalari mana qoladi. Asosiy kirish eshigi ham almashgan. Uyda hamma yo'g'i almashgan. Hamma yo'g'ini yangi qilishgan. Mana zal qismi. Zalda ham mebellari qoladi. Faqat shu kompyuterni olib chiqib ketishadi ba'zan. Hop. 6 metrli veranda bunda. Verandasida ham mana aynalar hammasi akfa qilingan. Отоплениялар qilingan. Двухконтурный котел mana qo'yilgan. Hop. Bog'dan tashqariga chiqishga ham mana joyi bor. Tashqarida ham atrofi o'ralgan. Chiroyli qilib mana joy qilib qo'yishgan. O'zlari uchun mashina bo'lsa qo'ygani. Gazni baqa olib chiqishib, mana oshxonani maytda sal kengaytirib qo'yishgan. Hop, oshxona jihozlari qoladi. Ba'zi xolodilniklari bor ekan, bu xolodilniklarni olib chiqib ketishadi. Xohlagan odam shu yerda eshigini bekitib, ba'zi ham bitta xona qilib qo'ysa bo'ladi. Hamma ba'zi eshiklari, hamma narsasi almashtirilgan. Mana oyoqdagi kafel qilingan ba'zi. Hojatxonasi. Tahoratigacha suvlari o'tkazib, aristonlarigacha bor. Kafel yonlari mana mramor ko'rinishda qilib qilingan ekan. Chiroyli holatda. Tualet hammomlarda eshiklari ham almashgan, hammasi yangi. Mana hammom, sanuzel полностью kafel bo'lgan. Oyoqdagi hamma yo'g'i. Mana dushovый kabinka qilib qo'yishgan chiroyli qilib. Hop, egalari tomonidan uyimizni 40 ming baholashyapti. Kelishadigan xonasi bor ekan. Birgalikda kelib, o'tirib, gaplashib, chiroyli narxda qilib olsa bo'ladi. Ammo uyda holati juda go'zal holatda. Kirasan, yashaysan degan uy ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib, shu uy xonadon sizga nasib qiladi, inshaalloh.